Dunyoda sanoqli 54 yoshli atigi 1000 kilometr yurgan Moskvich 412. Alohida o'z tarixiga ega bu retro kar 1971-yilda ishlab chiqarilgan. Hindiston uchun eksport qilingan bu mashina Hindistonda xarid qilinib, harbiy samolyotda qaytadan olib kelingan. O'sha davrda mashina sotib olish qiyin bo'lgani uchun shunaqa yo'llarni ham o'ylab topishgan. Bu mashinani birinchi egasi harbiy bo'lib 1000 kilometr yurgandan keyin vafot etgan. O'shandan keyin bu mashina umuman yurmagan. Dunyoda sanoqli deyishimga sabab eksport variant bo'lgani uchun e'tibor bergan bo'lsanglar, ichki interyer oq charmdan qilingan va bu holatdagi saqlanib qolgan 1000 kilometr yurgan mashina sanoqliligiga men aminman. Salon hidi shundoq saqlanib qolgan, lekin 50 yildan ortiq saqlangan bu mashinani ayrim qismlari tashqi harorat ta'sirida shikastlangan. Ishonasizmi, zavoddan chiqqandan beri balonlar hali yechilmagan. Zavod tarafdan berilgan barcha kalit va uskunalar yangi holatda haligacha saqlanib turibdi. Qop-qora davlat raqamiga nechi baho endi? Mashina sotilmaydi akalar. Agar restavratsiya qila oladigan tanishinglar bo'lsa, sizlarning yordaminglar kerak. Iltimos topishga yordam berib yuboringlar. Yoshligingizni eslatib o'rgan bo'lsam, sizdan bitta like, bu videoni bo'lsa, bunaqa mashinalarning qadriga yetadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.